Yer yuzida har bir ayol, erkak, yigit, qiz necha yoshda bo'lishimizdan qat'iy nazar har birimiz oila qurishga haqlimiz. Kimnidir ayoli, kimnidir turmush o'rtog'i tashlab ketgan, kimnidir bu dunyodan ko'z yumgan oilasi, yana kimdir ajrashgan, yana kimdir har xil sabablardan bir-biriga tushunmovchilik bo'lib, bir-biridan ayrilgan. Hammada har xil sabab. Hech qaysi bir insonda bir xil sabab yo'qki oilasi buzilgan bo'lsa. Qayerda yozilgan ekanki bu 70 ga kirgan oila qurish mumkin emas yoki bo'lmasa mana bu oilasidan ajrashgan oila qurish mumkin emas deb qayerga yozilgan ekan. Har bir insonda o'zini aqli bor, o'zini ongi bor. Har bir inson oila qura oladi. Lekin o'rtamizda shunday erkaklar borki, o'zini oilasi bor, o'zini farzandi bor, lekin biron bir oilasidan ajrashgan yoki bo'lmasa turmush o'rtog'i bu dunyodan ko'z yumgan biron bir ayolni ko'rsa, agar o'sha ayolga gapirishga harakat qiladi. Siz o'sha ayolga gapiryapsiz, mayliga, o'sha ayolni nikohingizga olmoqchisiz. Siz u ayolga hamma narsa qilib bera olasizmi? Uy olib bera olasizmi? O'zingizda ayolingizga 1 kilo go'sht olib borsangiz, bunga ham o'sha 1 kiloni olib kela olasizmi? Yo'q, siz bu ishlarni qilmayapsiz. O'sha ayol sizga 5000 pul so'raganida, siz bo'lsam nima, men suvni ko'rmasdan etigimni yechaman degan gaplarni ham gapiryapsiz. Siz bu ayol uchun ijtimoiy qilgingiz kelmayapti, faqatgina uni uyiga borib kelib, yaxshigina go'zal ovqatlarni yeb kelgingiz kelyapti, xolos. Siz agar biron bir boshqa bir ikkinchi oilani qurmoqchi bo'lsangiz, sizni birinchi oilangiz hamma narsani bilish kerak-ku. Nega endi siz o'zingizcha har xil narsalarni to'qib chiqaryapsiz? Nima sababdan? Nima, siz erkak bo'lsangiz sizga hamma narsa ruxsatmi? Yo'q, uzr, mingdan ming uzr. Bu yerda bizda qonun bor. Bu yerda bizda urf-odat bor. Siz ham bu narsalarni bilishingiz kerak va oilasi buzilgan ayollarga ko'z alaytirishni bas qilishingiz kerak. Bu narsa juda ham xunuk, sizga emas.